Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan Gemini Pro'ni qanaqa olishni ko'rib chiqamiz. Bizga birinchi bo'lib kerak bo'ladigan narsa proksi bo'ladi. Chunki proksi orqali bu narsani yechimini qilsak bo'ladi. Ya'ni bizga Amerikaning proksisi kerak. Uni VPN bilan qilsa ham bo'ladi, lekin VPN sizlarda pulli bo'lishi kerak. Mana misol uchun mana bu VPN yuzadigan qaniki bor. Planet VPNniki buniki yaxshi ishlamaydi. Agar sizlar pulli VPN olib turib, telefonda ham qilsa bo'ladi bu narsani. Agar pulli VPNim yo'q desanglar, eng arzon yo'li через proksi orqali ishlatsanglar bo'ladi. Bizga kerak bo'ladigan основной saytlardan bittasi proksi, keyin bizga Dolphin degan anti-detect degan programma kerak bo'ladi. Men sizlarga mana ko'rsataman ikonkasini. Hop, mana shu programma kerak bo'ladi. Biz bu programmani internetdan skачать olamiz. Men sizlarga hamma ссылкаlarni tashlab qo'yaman. Siz yozamiz Google'ga, misol uchun Dolphin anti mana Dolphin anti deb yozasizlar, mana buni kirish kerak. Kirgandan keyin bu Dolphinga skачать olamiz. Mana misol uchun Windows bo'lsa Windows, agar sizda Windows bo'lmasa Apple'niki bo'lsa Apple'nikini skачать olasizlar. Bitta o'zi Google o'ziga Apple deb yozsangiz chiqadi. Misol uchun mana download bo'ladi. Downloaddan hozir o'zimga ustanib qilganman. Xo'p, buni ustanib qilgandan keyin sizlarda birinchi bo'lib mana hozir mana shu programma bo'ladi. Bu programmaga kirish uchun sizlar o'zingizlarni любой bitta Gmail'larni kirgizasizlar. Gmail kiritgandan keyin sizlar mana shu oknoga tushasizlar. Bu okno sizlar mana bu yerda 5 tagacha profil ocha olasizlar. Endi men o'zim ochib qo'yganman, misol uchun to'rtta. Ochilgandan keyin sizlar ustanib qildinglar, Gmail kirdinglar, kirganinglardan keyin mana bu saytga kirish kerak. Proxy degan saytga kirasizlar. Mana shu proxyga bu yoqdan proxyni olishimiz kerak, sotib olishimiz kerak. Biz bu narsa где-то hozir sizlarga aytaman. Mana misol uchun men o'zimni balansim 270 rublim bor. Xo'p, buni to'ldirishinglar eng minimum summasi 100 rubl bo'ladi. Endi bu yerda menda rubl ko'rsatyapti. Tak где-то hozir mana endi aniq hisoblaymiz. Rubl ko'rsatyapti. 100 rubllar где-то 1 dollardan sal oshiqroq bo'ladi. Biz bu summani любой kartada to'lasak bo'ladi. Misol uchun kartaga bosamiz и продолжить knopkasini bosamiz. Продолжить bosganimizdan keyin bizda bu yoqda mana Humo, Visa, Uzcard, Mastercard chiqadi. Mana bu kartalarni yozasizlar. O'zingizlar misol uchun 56, 14 nechadir yozasizlar, оплатить bossanglar, sizlardan 15 ming so'm yechib oladi. Bu 15 ming so'mga sizlar hozir где-то 10 tacha proksi ola olasizlar. 10 tacha proksi degani bu xohlasanglar 10 ta Gmail bilan, agar Gmailda bo'lsa 10 ta account Pro'sidan olsanglar bo'ladi. Misol uchun 1 yillik. Xo'p, keyingi o'chirda biz buni to'ldirganimizdan keyin men hozir yana orqaga qaytaman. Siz to'ldirasizlar, to'ldirganingizdan keyin mana misol uchun mana saytga kirasizlar. Kirgandan keyin mana bu yerda уже pulni ko'rsatadi. Mana bu yerda balans ko'rsatadi. Balansinglarni misol uchun 100 rubl bo'lgandan keyin bu yoqqa kirishimiz kerak. Glавный страницasi. Keyin bu yerda mana 3 ta variant chiqadi. 3 ta variantdan eng arzonini tanlaymiz. Bizda mana bu IPv6 bu kerak bo'lmaydi, bu chunki tushmaydi. Iloji boricha mana bu IPv4 shared proxyni olganimizda ma'qul. Bunaqa juda qimmat emas. Xohlasanglar bitta olasizlar, 7 kun ishlatsanglar bo'ladi. Mana adna nechaga turibdi. Xohlasanglar 1 oy ishlatinglar, xohlasanglar 3 oy. Endi u agar maqsad o'sha Gemini'ni olish bo'lsa, bir haftalik olganinglar yaxshi bo'ladi. Misol uchun ko'p bitta bosasizlar. Misol uchun mana bu ko'pit и bu yoqda sizlarda ikkita variant chiqadi. HTTP bilan sokka 5 degan chiqadi. Sizlar bu yoqdan HTTPS ni bosishinglar kerak. Keyin bu yoqga продолжить bossanglar, sizlar sotib ola olasizlar. Xo'p, keyingi o'chirda biz sotib olganimizdan keyin biz akkauntimizga kiramiz. Akkaunt kirgandan keyin mana ikkita proksi turibdi. Buni unda hozir videodan ishlatsang ham bo'ladi, ishlatmasang ham bo'ladi. Endi iloji boricha men buni tashlab beraman, agar kerak bo'lsa u kimdir ishlatadi. Lekin o'zingiz sotib olganinglar yaxshi-da. Misol uchun 6 kun qolgan ekan. Xo'p, keyin biz bu yoqda mana proksini kopiya bosamiz, kopировать bosamiz. Bosganimizdan keyin biz boyagi programmaga kirishimiz kerak. Anti-detectga, Dolphinga. Keyingi o'chirda biz misol uchun mana bu yerda redaktировать knopkasini bosamiz. Mana uchta nuqtani bosib redaktировать knopkasini bosamiz. Bosgandan keyin bu yoqqa biz новый proxy deb bosamiz. Keyin bu yoqda mana 4 ta variant chiqadi. HTTP, socket 4, 5 keyin slash chiqadi. HTTP ga bosib proxyni mana bu yerga stavить qilamiz, qo'yamiz. Videoda yaxshilab ko'rib olinglar. Keyin sizlarda agar to'g'ri qo'ygan bo'lsanglar, mana bu yerda mana bu narsa chiqadi. Agar noto'g'ri qo'ysanglar, sizlarda qop-qora ekran bo'lib turaveradi. Endi kirganingizdan keyin. Mana buni saqlanib, misol saqlanib qilasizlar, mana saqlanib bo'ladi. Mana saqlanib qo'yganman, bosib turib bu yoqdan kiraman. Hop, saqlanib bo'lgandan keyin sizlarda mana 3 ta profilda mana saqlanib qilganinglarni kirasizlar. Misol uchun mana bitta zapis bosaman. Zapis bosganingizdan keyin o'zi primoy mana Google Chrome'ga o'tib ketadi. Keyin sizlar bu yoqda nima qilishinglar kerak? Sign in qilishinglar kerak. Sign in qilganinglardan keyin sizlar o'zingizlarning Gmailga kirasizlar. Men o'zimga bitta Gmail anons ochib qo'ydim. Ochgandan keyin mana misol uchun mana kiramiz Gmailga. Parol teramiz. Mana parol terdik. Tergandan keyin biz mana bu yerga yozishimiz kerak. Gemini deb yozamiz. Gemini student deb yozamiz. Mana student project. Keyin bu yoqda kiramiz. Agar to'g'ri kiritgan bo'lsanglar, mana bu yerda sizlarda free for 1 year chiqadi. 1 yilga olish huquqi chiqadi. Bu 1 yilligi bo'ladi. O'shanda sizlar mana bu yerda get offer bosasizlar. Mana get offer bosdim. Agar sizlarda mana shu narsa chiqmasa, o'sha sizlar yangitdan Gmail ochishinglar kerak. O'zingizlar telefoningizdan nomer bilan tasdiqlangan Gmail ochish kerak. Agar nomer bilan tasdiqlanmagan yoki telefonda ochilmagan Gmail bo'lsa, sizlarda mana bu yerda это предложение уже недоступен deb chiqadi. Agar to'g'ri kiritib, hamma narsa to'g'ri qilsanglar, mana shu narsa chiqadi. Endi bizga keyingi o'chirda подтвердить status bosishimiz kerak. Podtвердить bosdik. Bosganimizdan keyin bizda xo'p, mana shu narsa chiqadi.
подтвердить свой status student deb chiqadi. Biz bu narsani bizda hozir student emasmiz-ku. Biz shu student emasligimizni o'tkazib yuborish yo'li mana shu ссылкасini kopировать qilib olasizlar. Misol uchun mana kopировать qildim. Xohlasanglar, mana bu yerda ham narsani, masalan, подтвердить status degan narsani mishkani ikkinchi tomonga bosib turib, misol uchun kopировать adres ссылкani bosasizlar. Adres ссылкasi kopировка bo'ladi. Bundan oldingi videoyimda men sayt ishlatgandim. Degan batch 1k degan batch 1k degan sayt ishlatgandim. Sayt oldin tekin edi. Hozir pulli bo'lib qolgan. Sizlar mana bu yerda IPK degan narsa chiqqan. Buni IP kiritish kerak, API kiritish kerak. Bu narsani sotib olinadi. Bu pulli. Men tekinda tekin deb yozganim uchun tekin variantini sizlarga bo'lishmoqchiman. Bu narsa ishlamayapti. Umuman hech kim kirib o'tirmasin. Bu narsaga men aytdim, oldin ссылка qo'yib turib ishlatgandim. Endi kirmaymiz. Biz hozir men sizlarga boshqa yo'lni ko'rsataman. Bundan chiqib ketamiz. Telegramga kiramiz o'zimizni. O'zbek Telegramga kiramiz mana. Telegramim. Misol uchun mana. Xo'p, men Telegram kanalimda mana shu botni ссылкасini tashlab ketaman. Men sizlar uchun mana ma'lumot uchun ko'rsatib ketaman bu narsani. Biz agar tekinga qilmoqchi bo'lsak, mana bu yerda referral bosamiz. Referral bosganimizdan keyin mana bu yerda любой joyga, любой odamga jo'natsanglar bo'ladi degan narsa chiqadi. Mana bu yerda misol uchun o'zingizlarga tashlab qo'yishinglar mumkin. Yoki bu kimdir tanishinglar tashlasanglar, ular mana bu yerda botdan start bosib turib, start bosgandan keyin mana shu kanalni, qaysi kanalga подписка bosinglar deb keladi. O'sha narsani bosganingizdan keyin sizlarga mana bu yerda 01 u deb chiqadi. Sizlar mana shunaqa narsadan bittadan yig'ishinglar. Bitta yig'ish uchun sizlar 10 ta odamga tashlaysizlar. Endi yo'q, men agar tashlamayman desanglar, mana bu yerda mana shu narsaga kirib turib 20 dollar to'lasanglar, mana 22 ta akkaunt ola olasizlar. Shu odamlarga tashlab, mana bu yerda bitta akkaunt tekinga olishinglar mumkin. Bu hozir bu taklif, mana shu yerdagi 1 yillik taklif 31-yanvargacha davom etadi. Endi bilmadim, keyingi oyda qachondir yana chiqib qoladi. Agar chiqqandan keyin men sizlarga ma'lumot beraman. Hozir meni Telegram kanalimga kirsanglar, mana misol uchun mana shuni ссылкасini tashlab beraman. Bemalol ishlata olasizlar. Xo'p, keyingi ishimizda biz mana shu narsani ссылкасini sketch qilib oldik. Misol uchun kopировать qilib oldim. Qolgandan keyin mana shu Telegram botga kirib, buni bo'lgandan keyin misol uchun mana bu yerda start bosganingizdan keyin sizlar hammasini to'ldirib olasizlar. To'ldirib olgandan keyin prosta hech narsani bosmasdan turib, agar mana bu yerda bosib olsanglar, sizlarda mana narsalar chiqadi. Mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Prosta hech narsani bosmasdan bu yerda jo'natishimiz kerak. Hech narsa bosmay jo'natadi. Xo'p, bizda aytyapti, enable etyapti. Menda mana narsa chiqdi, bor verify favorite deb chiqdi. Please copy verify etyapti. Buni yana boshdan tashlayapti. Biz mana bu yerda yana anonimni beramiz. Misol uchun bu yoqni beramiz. Jadvalni try again bosamiz. Keyin biz bu yoqda yana bir marta kopировать qilamiz. Ichga kirib turib kopировать qilamiz. Qilamiz. Qaytadan buni tashlaymiz. Processing deyapti. Gmail One Pro deyapti. Endi bu yerda aytyapti 1 minutda 2 minutgacha vaqt oladi deyapti. Hozir bizga ozgina kutib turamiz. Xo'p, mana bizda please copy share link deyapti. To'g'ri jo'natyapti. Biz hozir yana boshdan yana orqaga qaytib turib bu narsani boshdan qilishimiz kerak. Get offer bosiladi. Bundan oldin mana обновление bosamiz. Bir marta обновление bosamiz. Xo'p, обновление bo'ldi. Get offer bosamiz yana bir marta. Keyin mana bu yerda yana ссылкасini kopировать qilamiz. Xohlasak ichkaridan kopировать qilsangiz bo'ladi. Mana bu udobli. Yana buni tashlaymiz. Bo'ldi. Bizda mana chiqdi verification bo'lyapti. Xo'p, mana shu chiqqandan keyin biz yana dальше подтвердить bosamiz. Xo'p, bu yerda deyapti Windows Open deyapti. Dokument ko'p chiqyapti deyapti. Hozir kiramiz. Bo'ldi, bizda olindi mana. Get Google Pro kiramiz mana. Hozir deyapti. Yana bir marta qolib bosib olamiz. Hozir kiramiz. Bo'ldi, bizda olindi. Endi biz bu yerga kartamizni kiritamiz. O'zimizning kartamiz. Boshqa kartalar bo'lmaydi. Agar sizlar bu yerga noto'g'ri karta kiritsangiz, sizlarga yana ошибка beradi. Hozir men o'zimning kartalarimni kiritaman bu yerga. Visa karta, agar sizlarda visa karta bo'lmasa, misol uchun o'zimdan bemalol ochsanglar bo'ladi. Bitta ochasizlar, ochganingizdan keyin mana bu yoziladi. Misol uchun qanaqa karta. O'zim kartani ko'rsata olmayman. Misol uchun o'zimni konfidensialniy bo'ladi. O'sha ismini. Xo'p, endi kutib turamiz biroz. Bo'ldi, bizda уже mana подписаться bossanglar, sizlar уже подписаться bo'ladi. Agar mabodo sizlarda boyagi joyda qanaqadir ошибкаlar yo nimadir chiqib qolgan bo'lsa, bu yerda yozasizlar. Google Payments qilасizlar. Payments kirasizlar. Keyin kiriladi. Kirilgandan keyin misol uchun mana bu yerda подтвердить личность deyapti. Личностьni ham подтвердить qilib turib, o'zingizlarning kartangizni kiritib qo'yasizlar. Misol uchun menga mana bu yerda keldi. Telefoningizga keladi, уведомление. Terishingiz kerak bo'ladi. Terganingizdan keyin уже bu yerda sizlarda mana bu yerda karta chiqyapti. Mana shu kartani bu yerga kiritib qo'yasizlar. Har xil ошибкаlar bersa, mana kiritasiz. Bo'ldi, bu narsani o'tdingiz. Agar hammada normal bo'lsa, bu yerda подписаться bosiladi. Ozgina kutiladi. Bu mana 0 deb yozib qo'ygan, 12 oyga 0 deb yozilgan. Bo'ldi, mana подписаться qildik. Подписка оформлена deyapti. Sizlardan umuman pul yecha olmaydi. Qo'rqmanglar umuman. 12-oydan keyin уже agar sizlar bu narsani подпискani отмен qilmasanglar, sizlardan pul yecha oladi bu narsaga. 20 dollar yecha oladi. Eshiklardan chiqmasin, подпискani отмен qilish kerak. 12-oyga yaqin iloji boricha. Ungacha yana qanaqadir takliflar chiqib qolsa, mana kanalimni kuzatib boringlar. Takliflar chiqsa, men sizlarga tashlab boraman. Hammasini ko'rib bemalol qilsanglar bo'ladi. Hamma ishlatgan saytlarni men Telegram kanalimga tashlab boraman. Bemalol kirib turib ishlatsanglar bo'ladi.